Varsınız birge baraymen, yolda yalğızlık yaman, yolda yalğız kim ületto, yadan ayrılgan yaman, barımen yar, siz ne dep barımen. Abdumraylık Xalq 3. doktorxanası alay talab qilgan bir piyola choy söhbetimiz hazır başlandı. Men Muxtar Bug'ra. Bugun bizningki bu choyxonamizga alayda bir hemşirimizni teklif qildik. Bilqiz mehmon. Bilqiz mehmon nihoyatda chiroyli naqsha etadigan jismiga loyiq chiroyli qiz bu. Sen shu o'tganki baraman degan naqshini bir kuplet aytib baqa. Varsınız birge baraymen, yolda yalğızlık yaman, yolda yalğız kim ületto, yadan ayrılgan yaman, barımen yar, siz ne dep barımen. Bu yürekke otni sizla saldınız, aqidat yarım sizla bilsiniz, kuyuvatkan otqa utansasınız, barımen, siz ne dep barımen. Barımen, siz ne lah körüme yanımen. Muşu baraman degan naqsha 2-3 yildan beri bizningki muşu rayonimizda har qaysi muzika so'rillarda, maydonlarda yangrab turyapti. Muşu naqshininki haqiqiy barpochisi bizning xalq san'atkori Aziz Muhammad. Aziz Muhammadning qosilla muşu Bilqiz bu naqshini ninki asli urug'chisi. Mush Bilqizninki ovozi bilan rayonimizga intan keng tarqaldi. Moda bo'lib ketdi deb qo'yamiz kensizlar. Moda bo'lib ketgan naqshi bu. Undan keyin bu naqshini Bilqizdan keyin nurg'un naqshlar aytdi, ammo mush Bilqizninkidek asli tetimide desek bo'ldi. Ammo shu naqshan bilan seni qutlayman. Hamda men seni yaqin ko'rganligi uchun sellaverman. Shunga bizning mastallarninki to'g'ri tushundiganligiga ishonaman. Undan keyin o'tganda baramanni o'qigan, hamda bu qaytim bormaymanni o'qidim. Shundami? Bu naqsh qanday naqsha? Bu baraman degan naqshmi shu marhum Aziz akamizningki ijodiyati. 2021-yil taqatgan men. Shu vaqtda Aziz akam to'lab meni. Menda bir ikki naqsh batovka, sizning ovozingiz bek tushdi deb. Şumuş birgi barmanni, birgi barmaymanni. Qanda rahmeti bek aqlliq inson kenjima sening foydali yerga bordig'iningni, foydasiz yerga bormaydiganligingni biladi-ki. Manda qilla. Baraman to'g'riliq azroq suhbat o'tkazdik. Bormaymanmi, chuqum baramanga o'xshash bir moda bo'lib ketsa ajab emas deb qarayman. Lekin seningki shu naqshlaring Şinjan'daki her millet halkınınki kalbini iltalaydı dep qarayman. Çünkü hem usulga sala alaydı senin naqshlarың, hem oyga sala alaydı. Biz bu qitim mush barmayman degan naqshangni keng xalq ammasi sunayli. Shunda qilsak bo'lamdi. Yana agar atishdik tuqqanlaring deydiganlaring bo'lsa, hozir deyvasan. Salam ikraldiki barliq do'stlar. Hammaninki har vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Men shu 2021 barman degan naqshamni taqatgandan keyin, mana shu 2024-yili barmayman degan naqshamni taqtish oldi turibdiman. Mush jarayonda hamda 2-3 yil beribdiman-da. Bu da hamda men barmayman o'zankel degan naqshni o'qidim. Bo'lsa, keng xalqimizninki mush naqshamni yoqtirib anglashinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Bizningmi telikimiz shu, bo'pmi? Abdumrayli xalq Şun doktorxanasındaki sestralar, doktorlarının tiligi şu, imkaniyet barça doktorxanaga bormayli. Eng yaxshisi o'zimizninki sog'lomligimizni o'zimiz asrayli. Atışdiki hemşirelerge salamimizni yetkazib qo'yishingni umid qilaman. Rahmat buldaka, sizning mush bizni qo'llab, bizga mushta bir san sharoitlarni hozirlab berganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat.
yaxshimsizlar? Altın Güher İpek Yolu Sadası programmasidagi el söygen, elnimi söygen, özününki yaqimliq ovozi ham shundaqla chiroyli naqshlar bilan butun xalq ommasiningki ma'naviy turmushini betib kelayotgan hurmatga sazovor ataliq ustozlar, hammanglarga Aç şəhərlik naqshli umkininki naqshchisi Bilqiz Mehmondan mehrlik salomlar bo'lsin. Rahmat Bilqiz Mehmon. Bu mehmon bilan mehmonkan. Mushu naqshingiz bak chiroyli ekan. Bizdan ahvol so'rab kelganingizga ko'p rahmat. Endi hammamizning siz uchun yaxshi baholarimiz bor, siz uchun yaxshi tilaklarimiz bor. Shundaqdimi Tosh Muhammad Botur inimdan yaxshi tilaklarni anglaymiz. Bilqiz sonimizga chiroyli bir naqshni aytibdi. Men Abdulla aka, Bilqizning ovozidan bizning ustoz san'atkorlarimiz aytlar adamning bir yerlarini yingsilsi bor. Men ashta his qildim Abdulla aka. Nayt tatliq bir yerlar bor. Biz jumladan ip kelgan naqshimizdan nayt yaxshi huzurlandik ukam. Davamlı İpek Yolu sahnesiga mushtaq isil kuylaringiz bilan qadam ip turishingizni umid qilamiz. Bundan keyin kasbiy hayotingiz texmi yaxshi bo'lsin. Rahmat, ustozlar.